Registratsiyani qildingmi? Ha, qildim aka. Turdovoydi-chi? Ana inellarni ham qilib beryapti. Birinchi iyulgacha deganimi? Ha, pasport perevodlar bor-ku, o'shalarni ham qilar ekan. Rostdan. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Moskvada yurgan musofir birodarlarimiz, umuman Rossiya aholisiga. Hozirgi kunda hammada bo'layotgan problema registratsiya, turdovoy dogovor, undan tashqari hozir idenlar ham, ularni ham o'zi boshlabdi. Kimda pasport perevod shunaqa kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ishonchli hozir o'zida ko'rdilaring, eshitdilaring. Pastda nomerini qoldiraman. Shunga telefon qilinglar. Kecha o'zi bilan gaplashganimda o'zimni ozroq shubha tug'ildi. Mana endi hozir shubhalar yo'q bo'lganligi uchun o'zimiz tanishlar qildirgani uchun endi sizlarga ham tavsiya qilaman. Narxlarni arzon qilib beraman dedi. Shunda telefon nomerlarini hozir yozib qoldiraman. Narxlari bilan bemalol gaplashib, telefon qilib, UAMK nomida desalaring, arzon qilib, cho'tka qilib, qiyinchiliklarini yengillashtirib beradi Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammani Alloh saqlasin, ishlaringizni rivojini bersin, topganlaringiz Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar.